بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 85 bob Babul afvu anil xodimi xodimni afv qilish, kechirish to'g'risidagi bob 163 hadis sharif Abi Umama radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, aqbalan nabiyyu sallallohu alayhi va sallam ma'ahu ghulamani fawahaba ahaduhuma li Ali salawatullohu alayhi wa qala la tadribhu fa inni nuhitu an darbi ahli as-salah wa inni ra'aytuhu yusalli mundu aqbalna wa a'ta Aba Dharr ghulaman wa qala istawsi bihi ma'rufan fa a'taqahu fa qala ma fa'al قال أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعطيته. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'zlari bilan ikkita qulni olib keldilar. Shu qullardan birini Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga sovg'a qilib berdilar. Aytdilarki, sovg'a qilganiga buni urmagin debdilar Hazrati Aliga. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam: "Men namoz o'qiydigan odamlarni urishdan nahiy qilinganman. Kelganimizdan beri ko'ryapmanki, bu bola namoz o'qiyapti. Shuning uchun buni urmagin debdilar." Bu yerda avvalo qulni ehtiromi, qul bo'lsa ham, mulk bo'lsa ham, shunaqa bir nimasi yo'q bo'lsa ham, baribir urmagin. Ikkinchidan, namozni ulug'lagan. Mana shu qulni payg'ambar alayhisolatu vassalom Hazrati Aliga urmagin deb tayinlab nahiy qilishlarini asosiy sababi o'sha bolani namoz o'qishligi ekan. Rasul akram aytadilarki, "Men nahiy qilindim." U kishi nahiy qilinsa qayerdan bo'ladi? Allohdan. Ya'ni Alloh menga ahli salatni urishni nahiy qildi, man qildi. Shuning uchun sen ham buni urmagin debdilar. Keyin ikkinchi qulni Abu Dharr al-Ghifari radhiyallohu anhu ga beribdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va aytdilarki, bunga yaxshilik qil. Bunga ma'ruf ish qil deb bergan ekanlar. Hazrati Abu Dharr al-Ghifari olish bilan sa'odatdan ketaverdi. Keyin Rasululloh alayhi nima bo'ldi, bu Abu Dharrga bergan bola nima bo'ldi desa, o'zingiz aytdingiz, yaxshilik qiling dedingiz, yaxshilik qildim, ozod qildim dedi. Demak, sahobalarning ham shu darajada qul ozod qilishga rag'batlari katta bo'lgan. Bo'lmasa u vaqtda bitta qul katta mulk bu. Butun bir oilani tebratadi, har qanday aytgan ishini qiladi, pul mol topib beradi, boshqa bo'ladi. Lekin shunday bo'lsa ham sahobalarda kishilarni ozod bo'lishiga, qullikdan bo'yinlari erkin bo'lib chiqishiga rag'batlari katta bo'lganidan mana shu ishni darhol qilgan ekanlar. 164-hadis Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlarida, ya'ni Makkadan hijrat qilib kelganlarida u kishining xodimi yo'q edi. O'zlariga xizmat qiladilar. Xizmatchilari yo'q edi. فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم. Hazrati Anas aytadilarki, Abu Talha meni qo'limdan ushladi. Meni yetaklab yurib ketdi. Oxiri borib Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kirdi. Abu Talha bu Anas radhiyallohu anhuning o'gay otalari. Xo'p, endi qo'l bolachani yetalab olib borib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga qo'lidan ushlab olib kiribdi. Keyin nima debdi? Faqol: "Ya Nabiyalloh, inna Anasan g'ulaman kayyisun labibun falyahdumka." Ey Allohning nabiysi, bu Anas juda ham hushyor, nihoyatda ziyrak bola. Sizga bir xizmat qilsin dedilar Abu Talha radhiyallohu anhu. Keyin Hazrati Anas o'zlari aytadilar, "Fahadamtuhu fis-safari wal-hadari maqdimahu al-Madinata hatta tuwfiya sallallohu alayhi va sallam ma qala li an shay'in sana'tuhu lima sana'ta hadha hakala ولا قال لي شيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا." O'sha Madinaga kelgan vaqtlaridan boshlab hatto vafot etgunlaricha
payg'ambar alayhisolatu vassalomni safarda ham, hazarda ham xizmatlarida bo'ldi. Dedilar Hazrati Anas. Hazrati Anas 10 yoshda bo'lganlar shunda. Kechasi-yu kunduzi safarda-yu hazarda qayerda bo'lsa xizmatlarida bo'lganlar. Tahoratxonaga kirib kelsalar, kavushlarini ushlab o'tirardilar. Mehmondorchilikka. Yugurib chiqqanda borib oyoqlarini oldiga qo'yardilar. Tahoratxonaga borsalar, orqalaridan suv olib borardilar. Kesak tutardilar. Ish qilib nima xizmat bo'lsa, Hazrati Anasdan qolmasin. Ana shunday qilib Rasululloh akram sollallohu alayhi vasallam Madina Munawvaraga qadam bosganlaridan boshlab to'g'ri vafot etganlaricha Hazrati Anas xizmatlarida bo'lganlar. Endi nima deyaptilar? Ana shuncha muddatda u zoti va barakot alayhissalatu vassalom biror ishni qilgan bo'lsam nimaga qilding deganlari yo'q. Nimaga buni bundoq qilding deganlarini men bilmayman dedilar. Biror ishni qilmagan bo'lsam nimaga buni qilmading deb ham aytmaganlar. Ya'ni mana xodimga bo'lgan qanday muomalada tutish yuqori oliy misoli payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni misollarida ko'riladi. Mana 11 yil davomida 10 yildan ortiqroq davomida Hazrati Anas kechasi-yu kunduzi safarda-yu hazarda xizmatlarida bo'lsa ham biror marta qilgan ishlari yoqmay yoki buni nimaga qilding yoki buni nimaga qilmading demagan ekanlar. Demak, xodimi bor odamlar mana shunday bo'lishlari kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan o'rnak olishlari lozim.